Assalomu alaykum. O'tgan darsimizda JetCafe dasturini o'rnatishni ko'rsatgan edik. Bugungi darsimizda esa dasturni MS SQL asosiy ma'lumotlar bazasiga ulashni ko'rsatib o'tamiz. Hamda ofitsiantlar uchun mo'ljallangan dastur boshqa kompyuterga o'rnatiladigan bo'lsa, uni asosiy kompyuterga ulash haqida ma'lumot beramiz. Buning uchun JetCafe asosiy dasturimizga kiramiz. Bizda quyidagi oyna ochiladi, negaki dasturimiz hali bazaga ulanmagan. Agar asosiy bazaga ulanayotgan dasturimiz bosh kompyuterga o'rnatilgan bo'lsa, bu oynada hech qanday o'zgarishlar amalga oshirmaymiz hamda Sozdat bazu данных tugmasini bosamiz. So'ngra сохранить tugmasini bosamiz. Dasturimiz bazaga ulandi, endi uni bemalol ishlatishimiz mumkin. Endi esa JetCafe ofitsiant dasturimiz o'rnatilgan qo'shimcha kompyuterni bosh kompyuterga ulash haqida ma'lumot beramiz. Buning uchun ikkala kompyuterni IP kabel, hub yoki shu kabi boshqa qurilmalar orqali ulab olamiz. So'ngra qo'shimcha kompyuterdan JetCafe ofitsiant dasturimizga kiramiz. Bizda yana quyidagi oyna ochiladi. Endi shu yerda diqqat qilamiz. Server degan joydagi nuqtaning o'rniga biz bosh kompyuterimizning IP manzilini yozishimiz kerak. Bosh kompyuterning IP manzilini esa quyidagicha bilib olishimiz mumkin. My Computer'ni ustiga sichqonchaning o'ng tugmasini bosamiz va bu yerdan Properties ruschada svoystvoga kiramiz. Bu yerdan Home ga kiramiz. Bu yerdan esa Network va internetga kiramiz. Change Adapter Options ga kiramiz. Kompyuterimiz Wi-Fi ga ulangan va shuni ustiga sichqonchaning o'ng tugmasini bosamiz. Bu yerdan statusini ko'ramiz. Details ni bosamiz hamda bu yerdan IP adresimizni bilib olamiz. Bu yerdan biz aynan IP manzilini olishimiz kerak, uning tagidagi raqamlarni emas. Endi esa bu yerga IP manzilimizni kiritamiz. IP manzilini kiritgandan so'ng Sozdat bazu данных tugmasini emas, Testировать подключение tugmasini bosamiz hamda сохранить tugmasini bosamiz. Negaki biz bunda JetCafe ofitsiant dasturi uchun yangi ma'lumotlar bazasini yaratmayapmiz, balki uni bosh kompyuterdagi asosiy ma'lumotlar bazasiga ulamoqdamiz. JetCafe ofitsiant dasturimiz bosh kompyuterdagi asosiy bazaga ulandi. Endi uni bemalol ishlatishimiz mumkin. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, bosh kompyuterda bir marta Sozdat bazu данных tugmasi bosilib, dastur uchun baza yasab olinadi. Boshqa kompyuterlarning asosiy bazaga ulaganda bu tugma boshqa bosilmaydi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.